Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz kuzatuvchilarim. Burkan TV YouTube kanalimizni yana tomosha qilishga shay bo'lib o'tirgan do'stlarimiz, yurtdoshlarimiz, barcha muxlislarimiz sog'misiz, omonmisiz? G'oyibona bo'lsa-da sizlar bilan ko'rishib turganimizdan ba'vat xursandman. Va yana navbatdagi Burkan TV telekanalimizda, ya'ni YouTube kanalimizda navbatdagi suhbat va yana suhbatda siz bilgan, siz sevgan, siz ardoqlagan shoiramiz Mohizoda Begim shoiramiz mana yana mehmondalar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Hozir hammada yangi yil kayfiyati ufurib, jo'sh urib turibdi. O'shaning uchun hozir mana yugur hali tadbir hali xuddi shu ma'noda Mohizoda Begim, men sizni oxirgi mana shu vaqtlarda ko'p kuzataman. Hattoki uchrashishga vaqtimiz bo'lmay qoldi. O'zi biz ahyonda ko'rishib, uchrashib turamiz, ijodiy muloqot qilib. Uchrashib tura olmadik, chunki siz oxirgi kuzatishim bo'yicha juda ko'p tinib tinchimas bir harakatlar qilib yuribsiz. Hali qarasam, hali u aktrisa bilan, hali bu aktyor bilan, hali bu xonanda bilan, hali bu sozanda bilan, hali unga kitob bergansiz, hali bular sizdan kitob so'ragan, hali unga dastxat, hali ular bilan rasm tushgansiz. Mana vodiylarga borib keldingiz. Ulardan xabarim bo'ldi o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali. Mana shularning natijasi nima? Siz nima qilib, qanaqa bugungi kunda harakatlar bilan yuribsiz? Va o'sha harakatlaringizni qani bizlar bilan bir o'rtoqlashsangiz. Albatta, ko'rsatuvimizni nomini ham yildan yil deb nomladik. Bu so'zni va qisqagina so'z ichida juda olam ma'no bor. Shu ma'noda mana shu ko'rsatuvimiz yildan yil. Qarang, kundan kun, soniyadan soniyagacha, daqiqadan daqiqagacha, yildan yil. Buning ichida ko'p narsa ma'no g'ij-g'ij. Xo'sh, nimalar qilib yuribsiz? Nima ishlar? Nimalar bilan maqtanasiz? Nimalar bilan o'rtoqlashasiz? Yildan yil ko'rsatuvga juda ham ko'p yangiliklar olib keldim. Yilni endi sarhisobi desa ham bo'ladi buni. Nima deyman endi, ijodkor odamlar hammasi doimo o'zi bir-biri bilan muloqotda bo'lib turadi. Shuningdek, ular qatori men ham endi nima desam, mashhurlik ham yaxshi narsa ekan bir tomondan. Bir tomondan. Ham uni zalvorli yuki ham bor ekan, harakati ham bor ekan, keyin xursandchiligi ham bor ekan. Odam o'zini hayoti davomida bir nimalarga erishsa, xursand bo'lib, boshi ko'kka yetadi degani to'g'ri ekan. Endi ozmi ko'pmi ko'rsatuvlarga, tadbirlarga va mana shu ayniqsa hozir mana yangi yil kirib kelishga ozgina sanoqli daqiqa, kunlar qolyapti. Ulgurib qolishga harakat qilyapman. Men ham ko'pchilik qatori yangiliklar bisyor. Hozir xalqimizga iloji boricha harakat qilib, ularni mana yangi yil bayramiga chiroyli go'zal dasturlarni olib chiqish harakatidaman. Siz har doim go'zal joylarda yurasiz, go'zal ayollar, go'zal ijodkorlar bilan yurasiz. Har doim ular bilan muloqotasiz. Ular siz bilan muloqot qilsa haqiqatan bir maza qilishadi. O'zlariga bir katta bir yaxshi bir taassurotlar olishadi. Kuni kecha mana eshitdim, o'sha O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, kompozitor, ko'plab musiqalar yaratgan inson, bizni hurmat qilgan ijodkorimiz Alisher Ikramov tadbirida ko'rdim sizni. Shu haqda ham to'xtalsangiz? Hurmatli ustozni ijodiy kechasi bo'lib o'tdi. Ijodiy kechaga turli xil nima deydi, millat egalari, vakillari zalda hamma o'tirdi va u yerda musiqalar, chiroyli musiqalar, skripka ohanglari, madaniy hordiq damagani bordik va tabriklab ularni. Yana dugonalarim ham sahnaga chiqishdi. Konsertda juda ham chiroyli bo'lib o'tdi, havas qilsa arziydigan bo'ldi. Endi kuy, musiqa, she'r hammasi mana hattoki o'tmishdagi kinolardan lavhalar, musiqiy qo'shiqlar bo'lib o'tdi. Shu
kutmagan yaxshi konsert dasturi bo'lib o'tdi. Juda ham chiroyli o'tdi, xursandman va ularni tabriklab qolaman yangi yil bilan. Rahmat. Va qo'shimcha qilaman, bizda onaxon bir jurnal bor. Saodat jurnali. Buni 100 yilligi bo'lib o'tdi, 100 yilligi nishonlandi. Shunda ham qatnashdingiz. Biz endi imkoniyat qilib bora olmadik. Saodat jurnalini 100 yillik yubileyiga taklif qilindim va yonimda dugonam oldim va Yorqinxo'ja ham bordi onasi bilan. Albatta shu Yorqinxo'jani olib kelishimizni ular so'radi. Saodat jurnalida endi Sirojiddin Said katta shoirimiz, Farida Afruz, Sharifa Salimova, yana u yerda mana Guljamal Askarova ko'p shoirlarni ko'rdim va xalqni ko'rdim. She'riyatga, shu g'azalga qiziqqan insonlar u yerda ham odam gavjum edi. Endi Saodat jurnalini o'zimizni andijonlik hamyurtim Munavvar opam eski shahardan o'zimiz mahallada. Ular boshqarib keladilar. 13-rahbar ekanlar. O'zimizni avvalgi Zulfiya o'shandan boshlab hozirgacha o'zini nima deb Saodat jurnalining tarixini o'rgandim va tingladim. Avvaldan qo'yilgan nomlarini bilan aytilib kelib va Saodat degan opamizni nomiga qolgan jurnal ekan bu. U yerda yana bitta mana 2000-yildan avvaldan ijodlarimni yoritib boradigan Feruzaxon Aripova degan singlimiz bor, juda ham iqtidorli. U o'rinbosar ekan u yerda. Munavvar opamga o'rinbosari bo'lib. Ular juda ham katta harakat qilishdi. Taklifnomalar, katta chiroyli kitoblar nusxasi, Saodatning 100 yiliga atab juda katta harakat qilingan. Ayniqsa o'zimizni mana bu O'zbekistonni hududlaridan, oblastlardan juda ham ayollar, muxlislar ko'p keldi u yerga. Konsert bo'ldi, konsert namoyishi juda chiroyli o'tdi. Xursandman, bayramga ulanib ketdi desa ham mubolag'a bo'lmaydi. Qo'yil. Albatta sizni yuradigan, boradigan joylar ayni shunaqa joylar. Qolaversa, bizni sevimli xonandamiz Alisher Fayzni bilan uchrashib, hattoki muhabbat kuychisi Anvar Sanayev bilan uchrashib, o'zingizni o'sha mashhur, hamma uchun ma'lum va mashhur bo'lgan Hayot haqiqatlari kitobingizni taqdimot jarayonlari bo'ldi. Taqdim qildingiz, nasihat berdingiz. Shular xususida ham tomoshabga gapirib bersangiz. San'atkorlarimiz suhbat bo'ladigan bo'lsa yoki ko'rishib qolsak, albatta yangilik so'raydi, she'r so'raydi. Xonada she'r bormi yangilardan? Endi aytaman, ularni qalbiga, diliga o'rnab qoladigan so'zlar nimadir topsa kitobimdan, bajonidil uni ijro qilsa, xursand bo'laman. Alisher Fayzni nima san'atiga ham o'zi hurmatim baland va o'zi ham she'r yozadi va kamtarin insonlar. Alisher kitobni o'qidingizmi desam, shundoq nima to'xtab qoldilarda va aytdi, yo'q deb javob beraman. Hayron bo'ldim. Voy nimaga desam, vaqt yetmayapti dedi. Chunki tunu kun el xizmatida-yu. Aytib qo'ysa bo'lardi, o'qidim desa ham bo'lardi, lekin rostgo'ylik bor. Siz endi so'raysiz, qanaqa she'r, nima deyishni ham bilmaydi-ki. O'sha to'g'risini aytib qo'ygan. Endi shu kitobni vaqt topib, shu elda xizmatdan bo'shaganimda kitobni varaqlash har kuni turibdi xayolimda deyapti. Chunki u bola o'zi ham she'r yozadi, she'riyat muxlisi. Endi xalqimizni muhabbat kuychisi Anvar Sanayevga alohida to'xtaladigan bo'lsak, bu inson yillar davomida bu insonni aytgan qo'shiqlari, chiroyli dil izhorlari bilan yashab kelamiz desa ham bo'ladi. Ayniqsa ayollar juda yaxshi ko'radi Anvar Sanayev. Anvar Sanayevga ham kitob shu hayot haqiqatlarini yangini taqdim qildim. Telefonlar almashuv bo'ldi. Endi Xudo xolasa bu ham bo'lar. Va o'zimizni xalqimizni sevimli tashabbuskor san'atkori Gulsanam Mamazoitova singlimiz uzoq yillardan qadrdonim o'zimi Gulsanamda ham kitob bor o'sha. Kitob ber bo'ldingiz-mi? Qo'liga tegdi kitob. O'zimizni yana bitta o't yurak dugonam Dilfuza Ismoilova ham kitobdan oldi. Qanaqa shaddod qizim. Toshkentda sho'x qiziman. Sho'x qiziman. Juda ham nimasi san'ati kengayib ketibdi Dilfuzani yillar davomida. Chunki
kecha bitta qo'shiq kuyladi, uni nimaga muhrladi, odamlar menga yubordi. Yillar o'tdida deyapti, yillar o'tdida ko'risha olmasak ham shu turibdi birga do'stligimiz. Ma'nosi shu. Shu qo'shiq shunaqa nimamga yoqdi, o'zimga. Yoqdida va kitobni berdim. Endi bu kitobni ham Xudo xolisa, yaxshi so'zlar topsa, tarannum qiladi. Shu kunlarda men yana bir narsa kuzatdimki, siz o'sha mashhur xonanda, yoshlarning sevimli xonandasi Yorqinxo'ja Umarovning onalari Zohidaxon Umarova bilan tez-tez tadbirlarda, tez-tez birga o'sha yaxshi joylarga borib, nimalardir qilib yuribsizlar, nimalar qilib yuribsizlar? O'zi hayotda uzviy bog'liq bo'lib qoldi hayotimiz va san'atda meni manaqa tashabbuskor, dadilligimni ko'rib, jonsarayligimni ko'rib Zohida meni xarakterimdan kelib chiqib, meni adminim bo'ling deb taklif qildi. O'zimni bo'sh vaqtlarimga qarab, Zohida o'rtog'imga bajonidil ko'maklashyapman va tadbir bordi keldilar bormi, bir-birimiz vaqtimizni almashuviga qarab turib, san'atda Zohidaga madadkor bo'lyapman desam ham bo'ladi. Yaxshi. U hamchi o'ziga yarasha bir qanaqadir bir dalda, bir yaqin inson sifatida sizni o'ziga kashf qildi shekilli. Haqiqatan ko'p sizni eslaydi. Mana kecha biz suratgor jarayonida ko'rishib, shu sizni eslab yaxshi fikrlarni bildirdi. Haqiqatan ijodiy yo'linglar bardavom bo'lsin. Nafaqat ijodiy yo'l, imijda ham, ko'rinishda ham. Shu sahnalarga chiqadigan kiyimlarigacha hatto tanlab o'zim olib va endi nozidlikda Zohida ham. Agar qaysi millatga mansub qo'shiq ijro qiladigan bo'lsa, men o'ylab o'tirmayman. Boramiz-da do'konlarga qarayman deb olaman. Biladi-da. Shunga men tanlagan narsa unga ham yoqadi. Ko'proq xarakterimiz bir-biriga o'xshashib ham ketadi. Bir-biriga o'xshab, o'sha nima deydi, o'sha xarakter yaxshi, bir-biriga bir umumiy bitta fikr chiqadigan bo'lsa, mulohaza bilan u oxirigacha boradi u narsa. Ish yuritamiz. Va ya shuni san'atkorlar ichida qolib ketibdi. Tadbirlar davomida o'zimizni andijonlik mashhur yo'ldoshi bor. Oxirgi kunlarda ana siqilma degan qo'shiqni aytib hozir juda mashhur bo'lib turibdi-yu. O'zi mashhur deydi. Chiqib turdi, mashhur. O'zi mashhurning ovozi chiroyli, baland, tabiiy andijonchasiga. Mashhur bilan ko'p anaqa tadbir, suhbatlarda bo'lyapmiz o'zi. Mashhur ham, unda ham kitob bor. Bor. Demak, qarangki, o'sha hayot haqiqatlaridagi bitilgan she'rlar hali zamon hamma kuylab chiqsa-ya. Endi qanaqa yaxshi. Takliflar bo'lyapti. Hamma ko'p odamlar sevadigan Imron ham bor ekan. Imron bilan ham muloqot sekin boshlanyapti. Imron ham chiroyli, nafis kuylaydi. Imronga ham meni so'zlarimdan foydalanib ijro qilish balkim yarashsa kerak. Inshaalloh. Albatta. Imronga juda mos siz she'rlaringiz, sizni o'sha she'rlarda bitilgan o'sha fikrlar, o'sha xayolotlar, o'sha ko'p jabhalari o'sha Imronning tabiatiga mos. Qo'shiqlariga, ular ham shunaqa yaxshi ma'noli qo'shiq aytadi-yu. Nasib Imron bilan ham o'sha butun mana shu hozir mana aytib o'tgan, eslab o'tgan san'atkorlar bilan ijodiy hamrohliginglar bardavom bo'lsin va natijasini albatta biz birgalikda tomoshabinlar bilan kuzatib boramiz, Xudo xolasa. Endi mana sarhisob sifatida qisqacha bo'lsa ham mana oy oxiri, yil yakuniga xulosa qildik-ku. Navbatdagi kitobingizni menimcha siz bir qanaqadir bir nomlanishi ham bir qiziq bo'ldi. Eslatib o'tsangiz. Navbatdagi mana yanvar oyidan demak siz ijodga kirishib yana. Chunki mana tadbirlar ko'p sizda, harakat. Yanvardan ijod boshlab, demak shu bahor ayyomlarida va bahor bayram arafasida yana kitob taqdimotini, navbatdagi kitobingiz taqdimotini qilmoqchisiz. Endi yangi kitob yanvar oyi tinch bo'ladi, hamma qorda qolgan paytda. Sokinlik bo'ladi-da. Buni yanvar oyida Andijonga borib
o'zim endi hovlimda yoki uy ofislarimga kirib jimlikda kitobni davomini yozaman. Kitob yozilib boryapti hozir. Kitobni nomi Umrim sahifalari. Qarang. Juda go'zal, chiroyli. Topib qo'yadi nomlarini. Hammasi. Xudo xolasa o'ziga xos. chiroyli shu xordovlardan yanvar-fevral tayyorlanib boradi va nashrga beriladi. Xudo xolasa mart oyiga bahor fasliga chiroyli go'zal lahzalarda muxlislarimga taqdim qilish niyatidaman. Niyatidasiz. Mana bir qo'shimcha savolim borki, agar ana shu yangi kitobingizda chop etiladigan biror bir she'rlaringizda namunalar bormi? Agar qiziqolmasangiz. Bor. Yangi kitoblarda kechagina shu nimangizga, so'zingizga isboti orada vaqtim bo'lib qoldi. Men oq qog'ozni olamanda tayyor turadi o'zi. Qaray boshlayman, nima yozilyapti, nima yo'q, nima bor. Keyin e'tibor qilib ularni qoralab qo'yasiz. Navbati bilan taxlayman. Shunda endi bir ikki dona she'r olib chiqdim hozir ko'rsatuvga. Muxlislarimga, shunaqa muxlislarim, bu ko'rsatuvingiz shunaqa yaxshi ekanki, bugun oshiqib keldim ko'rsatuvga. Chunki muxlislarim bilan ko'rishaman ekan. Bular bilan diydorlashaman ekan va yurakdan gaplashaman ekan, suhbatlashaman ekan. Shu muxlislar, bu sizni kommentariy bor-ku, izoh qoldiringiz. Izohlar ham ko'p, sanog'i ko'p. Rahmat hammasiga. Lekin o'zimga dil izhor qilib, o'zimni telegramimga ham yozishadi va telefonda aloqaga chiqishadi. U dil izhorlari qaniydi shu kommentariyalarga qoldirib ketsa edi deyman. Shunaqa chiroyli dil izhorlar u hattoki shoir yozuvchilarda ham yo'q. Duolar bor uning ichida. Sizni ko'plab hojonalar, hojatlar juda ko'p muxlislaringiz duo qiladi. Rahmat. Chunki siz ham mana hozir ham kelyapsiz. O'zida ham tinim yo'q. Endi sizni ham duo qilishadi. Chunki hammamizni shu xalqqa bir-birimizga yaqinlashtirayotgan inson siz bo'lyapsiz bu yerda. Shuning uchun hammaning nomidan sizga tashakkur bildiraman. Rahmat, xursand bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin, oilangiz bilan tinch bo'ling. Rahmat. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Nima qilamiz? Bu she'rdan parcha o'qib berasizmi? Mayli. Endi insonlar bitta narsani o'qib qoldimda, inson yaxshi bo'lish uchun va sen haqingda yaxshi fikrlarda xalq qolishi uchun o'zi olijanob bo'lish kerak ekan. Shuning uchun bu so'z juda meni qulog'imga va dilimga yoqib qoldi. Va bu dilingizda turgan yaxshi, chiroyli so'zlar tilingizga ham chiqar ekan. Albatta, yuzga ham chiqadi. Yuzingizni ham yoritar ekan va yana bir narsani bugun o'qib qoldim. Shu efirga tayyorgarlik doimo shoshilishda bo'ladi, bilasiz. Shunda bir narsa o'qib qoldim. Tabassum qilib, kulib yurgan insonlar kam xastalanar ekan. Shuning uchun yangi yil shukuhi kelsin, yangi yil hammamizga yoqib kelsin. Eski yilda mana bu sanoqli daqiqalardan iloji boricha yaxshi foydalanib, esal-omon bu 2025-yil 5 yil bo'ldi, zo'r yil bo'ldi, 5 baho. Yangi yilga o'tib olish harakatidaman. Endi bu yerda bir kuni shu yugurgunlardan kelib joyimga yotaman deb tursam, ana shu bitta yuragim tez ura boshladi. Shunaqa ketyapti-da yurak, bo'ladimi sizlar? Bo'ladi. Shunda yuragimga rahmim kelib ketdi. Kelib ketib, keyin yuragim bilan so'zlashib boryapman. Qarasam so'zlashyapman. Darrov turdimda birinchi kupletni yozdim, keyingilar davom etib ketdi. Bu oqib kelaveradi. Bu she'rni nomi mayda mayin ur yuragim deb nomlanadi. Qo'y. Ko'pchiliklarga taalluqli. Chunki hamma hozir yugurib kelib borgan sari tobora hayotimiz yaxshi bo'lib boshlayapti. Shunga hamma o'zini iltimos qilaman, yuragini ehtiyot qilishini. Tezkor zamonda juda shiddatli, tezlashib shiddatli harakatlar ko'payib ketdi. Chunki bu narsa haqida hammada bo'lishi shart. Nima deganda zamon bilan hamma bas bo'lib harakat qilish kerak. Qolib ketsa qolib ketadi.
O'shaning uchun mana qarang, hattoki bugun ko'rsatuvimizga she'r ham tayyorlab ketdilar. O'sha kitobingizdagi qisqacha Yangi namuna. kitobda chiqadi bu. Mayda mayda mayin ur yuragim. Mana endi ayt kimga bo'ldi keragim? Charchab ketding mening vohlarimdan. Og'rimagan dilni ol yuragim. Mayda mayda bo'lding yuragim. Parchalanding bu umr jabhalarida. Adoyi tamom ko'ngildan ham vayron. Qalbimni nimta qilib men o'zim ham hayron. Mayda mayda bo'laklarga bo'linding yuragim. Barchasi yolg'on, bekor afsuslarga. Tanam ham dard bilmas lol ekan endi. Adolatsizlik ichra qolgan yuragim. Mayda mayda bo'lib urgin yuragim. Toki men ham seza boshlay g'amlarni unutganim. Bu hayotning jabri stamlaridagi mayli mayda mayda urma mendan qutul yuragim. Oxirini o'xshatolmadim. Bu hayotning jabri stamlarida, chunki bu hayotni jabri stamlarida yuramiz-ku. Mayli mayda mayda urma mendan qutul yuragim. Qo'y. Bu Marjondek tergan so'zlar, albatta buni mag'ziga yetgan odam yetolmaydi. Endi nasib etsa mana hozir qadrli do'stlar, bu deylik qoralama. Yangi she'r hali. Qoralama hali. Buni endi aniq, to'liq o'sha mukammal holatda biz kitobda o'qiymiz. O'zimga tushirib olib, yana chiroyliroq o'qishga harakat qilaman. Hali yana bir narsa aytishim kerakki, qadrli do'stlar, Mohizoda begim nafaqat hozir YouTube kanallarida, balki telekanallarda ham chiqishni boshladilar. Ko'plab kanallarda hozir bularni hali u tadbir o'shaning uchun bir ikkita kanallarga chaqirganimiz imkoniyat topib kelolmadilar. Lekin agar yodingizda bo'lsa, mana kanalimiz o'zida bor. O'sha bormisiz omonmisiz ko'rsatuvida juda ham yaxshi chiqish qildilar. Agar izohlarni o'qisanglar, haqiqatan bu izohlarda ham ko'rsatib o'tilgan o'sha ularning chiqishlari qanaqa bir go'zal, hammani o'ylantirib ekranga mixlab qo'yadigan darajada gapirdilar. O'sha she'rlarni ham o'qib. Nasib etsa, yanvarda yana ko'rsatuvlarimiz bor. Bormisiz omonmiz ko'rsatuvi yana sizga muxlis bo'lib qolishdi. Jamoa sizni yana taklif qilishdi. Men aytdim, endi hozir ishlari ko'p, yanvardan yana chiqishlarni boshlaysiz. Yanvar soniga. Ertaga unutmoq oson emas. Ko'rsatuv bor Mahalla telekanalida. Ana shu Mahalla telekanaliga taklif qilinganlar. Va yana Mahalla kanalini bayram dasturi ham bor. Bayram dasturi. Ishqilib ana shu bayram dasturlari, yaxshi dasturlar chiqib, muxlislaringizni xursand qilib yuravering. Yangi yilda qanaqa tilaklaringiz bor? Sizni haqiqatdan izohlarda yozilgan, o'qibchi kitoblarda yo'q so'zlar yozasiz, qadrli izoh yozuvchi do'stlarimiz. Shu darajada men o'qiymanki, shu darajada ilhomlanaman. U bir asar yozganda yozasiz, qo'ying izohlarni. Rahmat shunchalik izohlarni yozib, Mohizoda begimni sha'nlariga chiroyli marjondek tergan so'zlarni yozasizlar. Menga nisbatan chiroyli yaxshi so'zlar yozasizlar. Xursandman hammasidan. Rahmat sizlarga. Bundan keyin ham shunaqa e'tiborli bo'linglar. Nima yangi yilda tilak bildirasiz? Xalqimiz xursandchilikka oshiqda bo'ladi. Andijon haqida gapirib o'tib ketdingiz. Endi vodiy muxlislarim ham ko'p ekan. Andijonga 2 oyda bir borardim. Borib turardim. Bu safar 4 oy bo'lib ketgan. 4 oyda boribman bu safar. Shunda xalqimizni bir kunim, bir onim bo'lmadiki, xalq bilan birga bo'lmagan. Kun va tun xalq bilan. Juda ham muxlis ko'payib ketibdi ko'rsatuvlaringizdan keyin. Va Andijonda bir qariyalar uyi bor, o'zingiz yaxshi bilasiz. U yerda Otabek Yusupovich rahbar va Mayefa ismli Andijonni ledisi, birinchi ayoli, 85 yoshli onaxon boshqarib turadi u nimalar tadbirlarni. Tashabbuskor ayol. Bu tadbirni ham juda chiroyli o'tkazib keldim.
Hammasidan duolarni oldim. Siz borgan joy chiroyli joy bu, chiroyli bo'ladi. Va vodiylardan Farg'onaga taklif qilishdi, Farg'onaga bordim. Farg'onada chiroyli tadbirlar, xalqiga ham rahmat. Va undan keyin Rishton bor ekan. Farg'onadan keyin Rishton. Safarlarimni o'zim sizlarga yoritib tashlab turaman. Rishtonda, Farg'onada ayollar ana soddalik, ana oqko'ngillik, beg'uborlik, ibo hayoni ko'rib keldim. Ular endi mana yana Andijonga borganimda shular menga mehmonga keladigan bo'lib turibdi. Endi bordi keldilar, ko'paysin, mehmondosliklar hozir avjida. Xudo xolasa xalqimizning dasturxonlari to'kin sochin hozirda. Hamma yangi yil taraddudida. Bular qatorida biz ham endi olam ichida odamlar orasida xalqimiz ichida insoniyatlar yashar ekanki, hamma nimagadir intilib, harakat qilib, erishish niyatida yuradi xolisona. Shuning uchun bayramga tayyorgarlik ko'rayotgan barcha aziz do'stlarimizga faqat xursandchilik tilayman. Yaxshilik, ezgulik, xayr, oqibat tilayman. Ilohim yurtimiz, elimiz, diyorimiz tinch bo'lsin. Eski yilni chiroyli kuzatib, yangi yilga oqlikda, menga yanvar oyi oq bo'lib ko'rinadi. Poklikda, soflikda yangi yilni kutib olish hammamizga nasib etsin. Yangi yilingiz bilan shu o'rinda turli millat dugonalarim shu ko'rsatuvimni o'zlari tarjima qilib ko'radi-yu. Shunga ham bir nima deb qo'ysangiz, rus tilida nima deb qo'yasiz? У нас среди зрителей есть русскоязычные зрители наши. И они иногда пишут комментарии, такие прекрасные комментарии, такие красивые. Откуда вы берете такие слова? Да. Очень интересный комментарий. И даже вам мы благодарны, что вы нас смотрите. И мы восхищаемся, читать ваши комментарии. Да. Спасибо вам большое, огромное. От имени Махазада Бегим и от имени Бурхантии. И от имени Бурхан Шарапова. Дорогие друзья, с наступающим, с праздником, с Новым годом вас. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и долголетия. Спасибо вам за внимание, мои подруги. Очень приятно и взаимно. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Demak, haqiqatan chiroyli, go'zal tilaklar bildirdingiz. Ana shu tilaklarni ham sizga qaytarib tilaymiz. Ilohim mana shunaqa oppoq orzular yo'nalishidagi bir chiroyli, bitikli so'zlaringiz o'zingizga ham nasib qilsin, ilohim. 2026-yil, mana 25-yil juda chiroyli bir nima deydi, bir serhosil, sermahsul bir ijod qildingiz. 26-yil bundan ijodlaringiz ko'rasan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Demak, Burhan TV doim siz bilan birga, siz ham biz bilan birga bo'ling har doim. Hayotiy yildan yilga xos o'rni kelib qoldi. O'rni kelib qoldi. Shuni bir qo'shib so'ravordim sizdan. Bor, albatta, she'rlarim ichida O hayot deb nomlanadi. O hayot, sinovlaring qiynoqlardan iboratmi? Men qiynaldim, jonim senga kafolatmi? Jondan kechma, mustahkam deb irodamni, mustahkam ham haqiqatdan bukilarmi? Haqiqat deb tik yursamda biroq bir kun, tik kunimni ko'ra olmaslar yo'lda har kim. Hasadgo'ylar omonidan zinhor asra meni, ey Xudoyim, yomon ko'zdan saqla meni. Bir bandangman, men ham axir xomstemgan. Yashash uchun bilib bilmay dunyo kelgan. Yashayapman, gunohlarga ko'zim ochiq. Tavba qildim, o'zing kechir. Kechirolsang, men kulingni yolg'iz Alloh. O hayot, o hayot, sinovlaring qiynoqlardan iboratmi? Qo'y. Rahmat, go'zal.